Hello everyone. Today's lesson 5 we will learn two parts of the present simple tense, negative and question forms. Assalomu alaykum qadrli til ixlosmandlari va ayniqsa tilni endi boshlaganlar. Mana sizlar bilan zamonlar shaklimizni biz boshlab olgan edik. Bugun esa o'sha present simple ya'ni hozirgi oddiy zamon shaklimizni inkor va so'roq shaklini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, azizlar, bundan oldingi darsimizda biz pozitiv shaklni birgalikda ko'rib chiqqandik. Shundoqqina bundan oldingi videoga o'tsanglar, bu haqida batafsil tushuntirib o'tganmiz. Today this present simple we use different ways this daily routines, of course, habits and general facts. Albatta biz hozirgi zamon shaklimizni bir qancha yo'llarda foydalanamiz. Misol uchun odatiy kundalik yumushlarda, odatlarda, misol uchun odatlarimizda yo bo'lmasam aniq faktlarda biz bundan foydalanamiz. Xo'p, bularga misol qilib aytadigan bo'lsak, I go to school every day. Ya'ni I go to school every day, men har kuni maktabga boraman. Bu aniq kundalik yumushlarga kiradigan narsa. Endi keyingisini oladigan bo'lsak, bu I read the book sometimes. Men ba'zan kitob o'qiyman. Bu habit, odat. Ya'ni ba'zida kitob o'qishlik odat. Endi faktga misol qilib keltiradigan bo'lsak, the bird is flying in the sky. Albatta bu fakt, qush osmonda uchadi degan fakt. Bu albatta general fact yo'nalishimizga kiradi. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Albatta bundan keyingi videolarimiz bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni bundan keyingi grammatika zamonlarimiz bilan bog'liq bo'lgan muhim zamonlardan birini ikkinchi qismini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz, ya'ni inkor va so'roq shaklini ko'ramiz. Bu inkor va so'roq shakllarimiz albatta grammatikada zamonlarda ayniqsa juda muhim hisoblanadi. Biz savol tuzishimizda yo bo'lmasa inkor qilganimizda biz albatta bundan foydalanamiz. Xo'p, albatta har bir zamonda o'zini keywordslari, ya'ni kalit so'zlari bo'lganda present simple shaklimiz ham keywordslari bor. Sizlar bilan bularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, keywordlarimiz usually, often, seldom, sometimes, always, every day, every week, twice a week, haftada bir marta, ikki marta degan keywordslarimiz mana shunga misol bo'ladi. Biz bularni qachon foydalanamiz? O'sha sizlarga misol qilib keltirgan so'zlarimni, misol uchun I go to school every day, har kuni bo'lmasam every morning, har tong men maktabga boraman. Mana shunda gaplarni aniqlashtirish uchun foydalanadi. Xo'p, sizlar bu videoni ko'rayotgan tomoshabinlar bundan oldingi present simple shaklimizni birinchi qismini ko'rmay turib, bu qismini ko'rishlikni sizlarga tavsiya qilaman. Chunki tushunmay qolishinglar mumkin. Qaysidir joylari sizlar uchun tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bundan oldingi videolarni bitta ko'rib olasizlar. Bu videoni tomosha qilsanglar sizlarga yana ham manfaatli bo'ladi inshaalloh. Xo'p, bugun biz present simple tense'da negativ, ya'ni inkor shaklini ko'radigan bo'lsak. Inkor shaklimiz o'sha yordamchi fe'llarga not qo'shilishidan shakllanadi. Ya'ni kishilik almashlar I, you, we, they shakllarimizda o'sha do, does. Biz bilamizki, odatda shu present simple shakllarimizni ikkitagina yordamchi fe'l qo'llaniladi. Ya'ni inkor va so'roq shakllarida. Pozitiv shaklda esa bular qo'llanilmaydi. Shunchaki biz fe'lni oddiy shaklini olamiz. Bu oddiy shakli, ikkinchi, uchinchi darajali, to'rtinchi darajali shakllarni biz keyingi, ya'ni o'tgan zamon shaklini o'rganganimizda, kelasi zamon shaklarini o'rganganimizda foydalanadigan fe'llarimiz. Bizni Telegram kanallariga obuna bo'lsangiz, bunday manfaatli narsalar biz Telegram kanallarimizga tashlab boramiz va sizlar bularni ko'rib o'rgansanglar bo'laveradi. Xo'p, biz davom etamiz. O'sha I, you, we, they shakliga do, ya'ni do not, do'ga not qo'shilib turib don't shaklini yasaydi va bunga fe'lning oddiy shaklini qo'shamiz.
Endi he, she, it shakllarimiz, ya'ni kishilik almashlanishi ikkinchi shaxs birligi shakllariga does qo'shilar ekan. Does yordamchi fe'li va bunga not qo'shsak doesn't bo'ladi va albatta fe'lning birinchi shaklini qo'shamiz. Muhim qoidalar sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, ramka yopib qo'yganman. Does, ya'ni o'sha he, she, it shaklimizda negativ shaklda does qo'llanilgan paytda biz fe'lni o'sha birinchi positive qismida o'sha present simple'da positiv shaklini o'rganganimizda fe'llarni oxiriga s yoki es shaklini qo'shardik. Mana shu s va es shakllarimiz doesn't, does'ni o'zi qo'shilganida tushib qoladi. Nimaga? Chunki bu yerda o'sha do o'sha yordamchi fe'limiz s shaklini olib turib does shaklini yasagani hisobiga qolgan fe'llardagi s va es shakillarimiz tushib qoladi. Agar siz buni tushirmasdan turib grammatikada foydalanib qo'ysangiz, bu katta nima deydi, xatoliklardan biri hisoblanadi. Keling misollar bilan ko'ramiz. She doesn't eat meat. U go'sht yemaydi. Ya'ni eats emas, eat. Ya'ni bu yerda s shaklimiz tushib qolgan. O'sha nimaga tushib qolgan? Biz hozir tushuntirdik. O'sha does shaklimiz qo'llanilgani uchun tushib qolgan. Bu faqat shu kishilik almashlanish ikkinchi shakli, ya'ni he, she, it shakllarimizni qo'llaniladi xolos. Qolgan misollarni ko'radigan bo'lsak, I don't play football. I don't play football, ya'ni men futbol o'ynamayman. Ya'ni o'ynashni bilmayman. Inkor qilyapti, misol. Keyingi shaklimiz they don't live here. Here, ya'ni shu yerda, ya'ni bu yerda ular yashashmaydi degan. Yani ular bu yerda yashamaydi, ya'ni bu yerda turishmaydi. Sizlar mana shu example'lardan foydalanib, albatta mana shu yerda o'tgan formulalarimizni havza qilib, tushunmasanglar qayta ko'rib tushunib olinglar. Bu formula juda muhim hisoblanadi grammatikada. Sizlar shu formulani bilib olsanglar, gap tuzishinglar ham oson bo'ladi. Mana shu example'larni uni yozinglar. Misol uchun I don't play basketball, volleyball and other sports ways. We use this here, of course. And she'ni o'rniga biz he bo'lmasa biror ismlar qo'yishimiz mumkin. Biz bilamiz, bu fe'lni o'tganimizda. Misol uchun Abbos doesn't eat palov. Abbos palov yeyishni yoqtirmaydi. Bo'lmasam Shahlo doesn't drive a car. Ya'ni Shahlo mashina minishni bilmaydi. Shunga o'xshash misollarni sizlar qanchalik ko'p tutsanglar, bu narsa sizlar uchun shunchalik manfaatli bo'ladi inshaalloh. Endi kelinglar sizlar bilan shundoqqina so'roq shaklini birgalikda ko'rib o'tamiz. Ya'ni question form so'roq shaklimiz biz bilardik o'sha to be fe'lida ham o'tgan bo'lsak, to be fe'lida o'sha question shakllarida biz egadan oldinga qo'shimchalar o'tkazib qo'ydik. Ya'ni bu yerda ham o'sha do hamda does shakllarimiz, bu yerda do va does shakllarimiz egalardan oldinga o'tib qoladi va so'roq shaklini yasaydi. Ya'ni a, u, v, z shakllarimiz oldinga o'tib so'roq shaklini yasaydi va fe'lning birinchi shakli va albatta so'roq belgisini qo'yishni unutmaydi. So'roq belgisi eng muhim hisoblanadi. Keyingi shaklimiz does. Does bilan tuziladigan so'roqlar formulasi. Misollar ko'rib chiqadigan bo'lsak, do you speak English? Siz ingliz tilini bilasizmi? Do you speak English? Siz ingliz tilini bilasizmi? Sizga yoki boshqasiga siz shu savolni berganingizda yoki ular sizga shu savolni berishganda siz bunga javoban yes I do yo bo'lmasa no I don't desangiz bo'laveradi. Lekin bundan keyingi grammatikalarimizda yana ham levellarimiz oshganda, bilimlarimiz oshib, ular ingliz tilida bemalol gapiradigan holatga kelganimizda qisqargan javoblar bersak bu xato bo'ladi. Nimaga xato bo'ladi? Chunki o'sha native speakerlar ham qisqa javob bersa bu hali qo'pollik deb tushunishadi. Sizlar qachondir Safer IELTS topshirganinglarda bu narsa sizlar uchun kerak bo'ladi. Ya'ni kengaytmasi qanday bo'ladi desanglar, yes I do speak English bo'ladi. Ya'ni yes I do speak English. No I don't speak English. Mana shu shakllarni speak English lasanglar bo'laveradi. Bu ham tayyorga sizlar uchun shpalgalka deydi-ku, xuddi shunday narsa. Bularni ham bilib qo'ysanglar yaxshi.
Keyingi misollarimiz does he work in a bank? U bankda ishlaydi. Does he e'tibor beringlar, does he. Buni o'rniga ism qo'ysak, misol uchun does Abbos work in a bank? Biz he'dan keyin is qo'shmayapmiz yo bo'lmasam mana bu fe'lni oxiriga s yoki es shakllarimizni qo'shmayapmiz. Nimaga? Chunki biz present simple shaklimiz so'roq shaklini o'rganyapmiz. E'tibor beringlar, so'roq shaklida biz does foydalanyapmizmi? Hech qanday s yoki es shakllarimiz qo'llanilmaydi. Bu katta xato bo'ladi. S va es shakllarimizni qachon qo'shamiz? Biz present simple shaklimizni passiv shaklda foydalanganimizda qo'shamiz. Ya'ni keyingi misolimiz do they like pizza? Do they like pizza? Ya'ni ular pizzani yoqtirishadi. Ular pizzani yoqtirishadi. Endi siz pizzani yoqtirasizmi bo'lsa do they like pizza? Do you like pizza? Yes. Yes, I like pizza. Endi javobimiz biroz o'zgaradi. Yes, I like pizza. Bo'lmasam no, I don't like pizza. Agar yes, I do like pizza desanglar, bu ikkita bilamiz do shaklimiz ham qilmoq fe'li. Bu yordamchi fe'l bo'lib kelyapti, xolos shunchaki. Do shaklimiz bilan like shaklimiz ikkita fe'l bitta joyda kelib qolishi bu xato hisoblanadi. Shuning uchun bunaqa like, love, shunga o'xshash hayajonni, bironta narsani bildiradigan fe'llar bilan foydalanganimizda albatta biz shu fe'lni o'zini beramiz. Agar pozitiv yondashib turib javob beradigan bo'lsa, ya'ni yes, I like deymiz. No, I don't like, ya'ni men yoqtirmayman demoqchi bo'lsa, albatta biz don't shaklini qo'llaymiz. Biz like'ga not qo'shib qo'ya olmaymiz. Bu katta xato hisoblanadi. Xo'p, keyingi sizlarga o'ta muhim bo'lgan yana bitta grammatik diqqat qilishinglar kerak bo'lgan joyini tushuntirib ketaman. Agar gapda to be fe'li, ya'ni am, is, are shakllari qo'llanilganda, bundan oldingi darslarda to be fe'lini o'tganimizda tushuntirganmiz, o'tgan darslarimizda. Ya'ni to be'li gaplar kelsa, bunaqa present simple gaplar demayapti. To be'li gaplar kelsa, to be'li gaplar qanday bo'lardi? Am, is, are bilan foydalanish kerak bo'lardi. Shular foydalanganimizda biz do, does shakllarini qo'llamaymiz. Yordamchi fe'llar qo'llanilmaydi. To be'da o'zini yordamchi fe'llari bor, ya'ni am, is, are shakllari bor. Biz bular qo'llanilgan paytda do, does'ni shunchaki udalik chiqarib olamiz. Misol, inkor shakli bilan I'm not a student, I'm not a doctor, I'm not a builder. Men quruvchi emasman. I'm not a car driver. Men taksichi emasman, taksi haydovchisi emasman deyapmiz. Endi so'roq shakli are you happy? Are you happy? Why are you cry? Are you happy? Shunga o'xshash qisqa savollar berilishda to be'dan biz foydalanamiz. Aksincha kattaroq savol bersa, o'sha muhim bo'lgan savollarni bermoqchi bo'lsa, biz mana shunday present simple shakllarimizni, nafaqat present simple shaklimizni question shakli muhim. Qolgan bundan keyingi o'tadigan o'sha continuous, future, past barcha zamonlarimizdagi so'roq shakllari bundan keyingi levellarda juda muhim hisoblanadi. Nimaga biz kelajakda inshaalloh ichimizda albatta bordir. Safer topshiradiganlar, IELTS topshiradiganlar, SAT topshiradiganlar, bular hammasi speakingda, writingda o'sha foydalanish kerak bo'lgan o'sha katta savollar sizlarga duch keladida. Mana shunday savollarda sizlar o'zingizlar speakingda qo'llab gapirishinglar kerak. Nafaqat gapirishinglar kerak, balkim bunday savollarni to'g'ri tarjima qilib, bulardan to'g'ri foydalanib, bularga to'g'ri javob ham berishinglar kerak. Shunchaki yes, I do deb qo'ysanglar bu xato bo'ladi. Bundan keyingi darslarimiz albatta sizlarga manfaatli bo'ladi. Bunaqa kengaytirilgan javoblarni sizlarga yana ham chiroyli qilib tushuntirib, yana ham chiroyli manfaatli bo'lishi uchun sizlarga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz inshaalloh. Bizni kuzatishda davom eting. Agar fikringlar, taklifinglar bo'lsa, marhamat kommentariyada yozsanglar, biz albatta ularni o'qiymiz va javob beramiz. Yoqqan bo'lsa like, albatta dislike bilan aralashtirgan holatda, yoqmagan bo'lsa mayli dislike ham bosib olsanglar bo'laveradi. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyingi videolarimiz sizlar uchun albatta manfaatli bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting.
Aytgancha, pastda Telegram kanallarimiz silkalarini qoldiramiz. Bundan tashqari shu videolarda ham Telegram kanallarimizni yozib qoldiramiz. Shundan o'tib turib obuna bo'lib qo'ysanglar, u yerda ham manfaatli, foydali narsalarni biz ko'p tashab, shu videolarni, rasmlarini tashab, ma'lumotlarni tashab, yana ham kengaytirilgan keywords, words, yangi vazifalar, uyga vazifalar, xohlasanglar shu uyga vazifalarni qilib, yana ham shu grammatikani mustahkamlab, speakinglaringizni yana ham oshirsangiz bo'ladi. Okay, guys, our lesson is finished today. Of course, we learned this present simple tense in a little part. Of course, you can do this present simple using speaking and over your writing sentence. Of course, you can write in 20 or 30 sentences, and of course, this will be useful. Sizlar bu vazifalarni albatta bajarayotganda bularga kamida har bir grammatikani o'tganimizda e'tibor beringlar. Kamida o'sha 20 ta 30 ta kerak bo'lsa undan ham ko'proq gaplar tuzib bu grammatikalarni mustahkamlab olinglar. Bu sizlarga kerak bo'lib qoladi. Bu sizlar uchun ham uyga vazifa, ham topshiriq va maslahat.